Bugün Rusiyanınki Tashqi ishlar ministri, Rusiyaning prezidenti Putinning vakolatchisi Lavrov efendi aeroplan bilan Indoneziyaning Bali orlig'iga, ya'ni G7 yig'iniga qatnashish uchun yo'lda ketayotgan safarida tuyuqsiz salomatligidan masal chiqib, jiddiy holda shu yerdagi doktorxonaga qutqizish uchun opiribdi degan xabar tarqalibdi. Shu yerning doktorxonasida hozir jiddiy qutqizish ilib berilib yetibdi degan xabar tarqalibdi. Lekin bu voqeadan Rossiyaning tashqi ishlar ministrligi e'tirof qilmabdi. Bundaq ish yo'q debdi. Lekin Amerika Birlashma Agentligining tarqatgan xabarida bu voqeaning rostligi, ya'ni Amerika Birlashma Agentligining bu manbani, bu xabarning manbasini Indoneziya hukumat tarafdan xabar topganligidan bu xabarni tarqatganligini aytibdi. Ya'ni Lavrov efendim Indoneziyaning bir yerlik doktorxonasida yurak operatsiyasi ilib berayotganligini qayd qildi. Xabarlarda deyishicha, Lavrov efendim ayni vaqtida aeroplanda ketayotgan mezgilda yuragi tuyuqsiz so'qishdan to'xtab qilib, nafas ololmay tunjiqib qoldi. Tunjiqib qolgan odam hozir o'shini bilmaydi ekan. Ba'zilarning deyishicha, tunjiqib o'shdan ketgan bu Lavrov efendim endi o'lib bo'ldi deydi ekan. Lekin bu xabarning haqiqiy rost ekanligi texi davlatlik medialarda texi tarqalmabdi. Bu bir tuyuqsiz voqea bo'lib, Lavrov efendim bo'lsa Rossiyaning tashqi ishlar ministri bo'lib, ya'ni Putin efendimning eng yaqin hamkorlashuvchisi. Rossiyaning tashqi ishlar ministrlik xizmatini qilayotganiga 10 necha yil bo'ldi. Bo'libmi Putin efendimning eng ishonchli bir sabdishi bo'lib hisoblanadi ekan. Lavrov efendi bo'lsa Rossiya va Putinning manfaati uchun yer sharlik siyosatda Putin uchun nihoyat zo'r xizmat va to'hfalarni yaratgan shaxsiyning birisi ekan. Bu qitim Indoneziyaning Bali orlig'iga, ya'ni G7 yig'iniga qatnashish uchun ketayotgan vaqtida bundaq bir jiddiy ahvolning yuz berishi uzun vaqt charchagan va arg'unlik yetganning natijasi deb qaraldi ekan. Ba'zi bir xabarlarda Lavrov efendim aeroplan bilan ketayotganda aeroplanda yurak to'xtab qolgan deydi ekan. Ba'zilar deydi ki aeroplandan tushayotgan mezgilda yurak to'xtab qolgan deb qaraldi ekan. Hozir doktorxonada jiddiy qutqizilib yetibdi. Ya'ni keyingi xabarlarda bu odamning o'lgan, rost o'lgan o'lmaganligi texmo aniq bo'ladi ekan. Shuning bilan birlikda Indoneziyaning Bali orolida hozir Amerikaning prezidenti Joe Biden efendim bilan Xitoyning mustabid prezidenti Xi Jinping rasmiy uchrashib, qo'l ilishib, shu yerda ko'rishibdi. Demak, Xitoyning mustabid prezidentimi bu Bali orolida ichilayotgan G7 yig'iniga qatnashgan. Bu xabarmi Amerikaning Birlashma Agentligidan tarqalib o'tibdi. Joe Biden efendimning atrofida Amerika Aqsaray xodimlaridan boshqa yana Moliya ministrimi birlashgan. Ikki davlatning prezidenti bir-biri bilan uchrashib va suhbatlashib o'tibdi. Bu ikki prezidentning suhbati yipiq suhbat bo'lib, qandoq suhbatlashidi va qandoq kelishimlarni ilib bordi, buni hozircha media xabarlar bilmaydi ekan. Bu qitimqi Amerika va Xitoy o'rtasidagi muhim suhbat o'zaro bir-birisining oldiga kozirlarini tashlashib, qilingan suhbatning natijasida yer shari xarakterlik insonlarning va uzun mezgilga qadar siyosiy vaziyatiga intayin muhim ta'sir ko'rsatgan deb qaraldi ekan.